Men tavsiya qiladigan kelinimni o'zinglar videoda ko'rasizlar, keyin qaysi kelinni sotib olishni bilib olasizlar. Metal bilan metalli, mana bunaqa plasmas gullarimizni, toshlarni yopishtirishga zo'r kelinlarimiz bor. Mana bunaqa Y7000, B7000, T9000 degan kelinlarimiz bor. Biz yangi o'rganayotganligi do'konga kelganlarda mana shunaqa so'rasa, biz ko'proq mana shu Y7000 tavsiya qilamiz-da. Shu paytgacha sotib kelayotgan bo'lsa, yangi so'raganlar hammasiga shuni tavsiya qilganman. Agar olib bizdan tavsiyamiz bilan ishlatib topgan bo'lsanglar, kommentda yozinglar qanaqa chiqqan. Hozir men buni metal temir bilan temirga yopishtirib ko'raman. Mana shu sirkometrajlarimiz assortimenti kelganda, hozir men shuni metalga yopishtirib ko'rsatib beraman. Metal bilan metalga yopishtirma bo'ldi. Qolgan narsalar bemalol yopishadi. Toshni devorga yopishtirasizlarmi, toshni plasmaska yopishtirasizlarmi, toshni anaqaga materialga yopishtirasizlarmi, mashkillar bilan zo'r yopishadi. Ko'ngilni to'q qilib bemalol xotirjam sotib olsanglar bo'ladi. Hozir abadoga yopishtirgan sirkometrajimiz mana shu modeldan, buni qalinrog'i ham bor, boshqa modellari bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar, men sizlarga yangi kelganlarini ko'rsataman. Bularni hammasini jo'letkalarga, abadolarga, kiyimlarga, xohlagan mana o'zingizlarni vkusinglarga yarab narsalarga yopishtirib bersangiz bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan hammasi ingichka modellar, toshlar sirkon, hammasi o'ziga yarasha shakllarga ega. Xohlasanglar 3 burchak, xohlasanglar 4 burchak, xohlasanglar mana bunaqa 7x15 deymiz. 7x15 bunaqasi bor, mana bunaqa tushgan shakli bor. Buni 3 xil razmeri bor. Bularning hammasi Telegram kanalida rasmlari bor. Telegram kanaliga o'tib olsanglar, rasmlari bilan qo'yganmiz. Mana bu 4x4 deymiz. Mana shu samarqandliklar juda yaxshi ko'radigan shakl mana shu. Hammasi o'ziga yarasha chiroyli. Kevrasizlar, narxi 100 ming so'm, 4,5 metr.